8100 legenda hozırdagi rekdagi nomer. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xullas biz Toshkentdan keldik. Granitsa Moskva boraman degan aylar Granitsada nima gap? Aybekda xullas shuncha o'chir ko'p Granitsa Aybekda 2 kunlab 3 kunlab qolib ketishingiz mumkin ayna. Agar yana tezroq o'taman desangiz, hashtag degan Granitsa bor ekan, sal buyog'ida Spitamandan o'tesda kres ekan. Xullas saat 8 gacha ishlaydi kechqurun, kunduz ishlaydi, oqshom ishlamaydi. Lekin odam kam, o'chir yo'q. Shunday barasiz 2 soat 3 soatda o'tib ketasiz mashinmen. Xullas Moskva boraman degan aylar shuni tavsiya qilib qolaman. 8100 lekin konkretni xizmatini qilyapti. Padvadit qilmay bir yerda tiq yoki g'ig'ig etmay, zuvga chiqmay borib keldi. Tiz etib ketmaymi tag'in 180. Reklama qilmoqchi bo'lganlar, nimangiz bor ayna? Vaqtida sotish kerakmi? Biznesda reklama qilishingiz kerakmi? Na shu bir ay ayna bugundan boshlab bir ay besplatni reklama qilib beraman ayna. Nomerim shuni qo'yaman, WhatsAppga chiqasiz. Nimani reklama qilib berish kerak bo'lsa besplatni TikTok'a, Instagram'a, YouTube'ga besplatni reklama qo'yib beraman ayna. Shu bir ay ayna reklamalaringiz bo'lsa bemalol chiqa beringizlar. Jonlaringiz omon bo'lsin. Sen nimaga reklama so'rayapsan deb turib YouTube'dagi aylar ko'p kommentar negativ yozmangizlar ayna. TikTok'da yaxshig'ana podpischigim bor. Instagram'da ham yaxshig'ana o'ja ketyapti prosmotr ayna. Bu maqtanish emas-ku. Endi reklama ola bersak bo'ladi. Endi uverni adamlarni reklama qilamiz. Har kimni reklama qilmaymiz. Atak shundan ham reklama chiqyapti-yu. Ana hammasi mayli 8100 rekda, 81. Shunday gaishniklar shunday to'xtatyapti. Voh, 8100 bashara brend yaptı. Respekt. Xo'jandning gaishniklariga respekt xullas. Jonlaringiz ham bo'lsin, bir tarafda like bosib qo'yingizlar. Nima deymiz boshqa? Yangi videoroliklarda bizdan kutingizlar. Endi ijodni bosamiz. Nasib qilsa ijodni bosamiz. 13 mayda yana boramiz.